Bilaman siz bilan juda ham qattiq tortishgansiz va u sizni bloklangan, qaysiz boshqa akkauntingiz yo'q. Agar yozsangiz ham spamda turibsiz. Bironta ichi qora odam kattasi spam berib yuborgan sizga. Keyin botlarni qidiryapsiz, bir normal narsa topa olmayapsiz. Keyin mana shu YouTube'ga yozib nomer olish deb yozdingiz va mana shu video chiqdi. Hammaga asosiy do'stlar, men Farzod Fayzlayev bo'laman va sizlarni LogSM'ni YouTube akkauntida, YouTube kanalida sizlarni ko'rib turgandan xursandman. Bugun sizlar bilan LogSM botimizdagi nomer olish bo'limini polni obzor qilib chiqamiz. Bu Telegramdagi ikkinchi qismatda nomer olish arzonlarini ham ko'ramiz, qimmatlarini ham ko'ramiz. Undan oldin mana shu LogSM profiliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Pastda knopka turibdi, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz ketdik, давайте. Mana botimizga ham kirib oldik. Mana botimizni silkasi ham pastda bo'ladi yoki mana shu profilning ham shapkasida bo'ladi yoki mana LogSM deb mana turibdi. Yangiliklarni xullas mana botimizga kirib startni bosasiz. Mana bu yerda birinchida nomer olish bo'limi turibdi. Xo'p, bu yerda qo'llamani albatta o'qiymiz. Kod faqat Telegram ilovasi orqali yuborilishi lozim. Agar rasmiy Telegramingiz rasmiy ilovadan kod yuborilsa, kod yetib bormasligi yoki xato bo'lishi mumkin. Ya'ni buni ham tushuntiraman. Oddiy Telegram, ko'k Telegram bor-ku, u rasmiy Telegram. Unda siz misol premiumni ham to'g'ridan-to'g'ri faqat to'g'ridan-to'g'ri ish qilasiz, xolos, qonuniy ish qilasiz. Lekin Telegram, Telegram balo-battarlarda siz asli noqonuniy ish, ya'ni Telegram premiumni ham boshqadan olsangiz bo'ladi yoki shunaqa akkauntlar sotib olsangiz bo'ladi. Lekin ko'k Telegramda ishoninglar, hech kim biznesi yurmaydi. Shuning uchun bitta spam yuborsangiz ham bittada keladi u spam. Shuning uchun faqat Telegram plus Telegram va boshqalarni ishlatishingizni men shaxsan maslahat beraman. Xo'p. Aytayaptiki, kod botdan keladi. Misol bironta nomerni tanlab olasizlar, bironta nomerni tanlab olganingizdan keyin bosasizlar, nomerni beradi bot, siz keyin Telegramga o'tib, nomerni tashlaysizlar, ibetdan botdan yana qaytasizlar, botga kod keladi, qarochi o'shani kirsangiz kiradi va ikki postni yoqib, galochkalarni olib, tezroq hal qilmasangiz, o'chib qolish ehtimoli ko'proq. Xo'p, davom etishni bosamiz. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, juda ham xo'p deb o'ryapman. Sizlar xo'p deb turib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, birinchida O'zbekiston turibdi. Ya'ni bu 11.612.000 so'm ekan. Narxini bittan-bitta o'tirayman, bir ko'rsataman. Xo'p, 153 dona 1053 dona ekan. Xo'p, bitta ko'ramiz, sotib olingan raqam. Botdan olingan raqam uchun hech qanday kavob berilmaydi, to'g'ri-da, shunaqa. Misolda sotib olishni bosasizlar, menda pul yo'q, chunki men ham gadoy paketdaman, sizlarga o'xshab, botni admini bosaman. Xo'p, Bangladesh, Hindiston, Saudiya Arabistoni 18.000. Iloji boricha men sizlarga qaysi birini taklif qilaman? Rus nomerini taklif qilaman, ko'proq turadi. Mana Tojikiston ham bor ekan, Tojikiston B5, Amerika ham bor ekan. Siz yozasizlar вообще. Hop, bitta arzon raqamlar. Mana arzon raqamlar ham bor ekan. Ko'rishingiz mumkin, bittan-bitta narxni o'tmay, вообще video cho'zilib ketadi. Hop, orqaga o'tamiz. Shuncha bor ekan xolos. Hop, top davlat 10 ta. Ha, bular ham arzon. Hop. Yana o'tamiz. 13 ta bo'lim mana bu yerda. Ikkinchisiga endi yetdik. Ya'ni butun davlatning nomeri bor. 13ga yetaylikda. 13 ga boramiz. Borishni qizig'i ham yo'q, chunki men tanimaydigan, men bilmaydigan davlatlar turibdi mana ishda, shuning uchun joyida boshqadan startni bosamiz. Xo'p, do'stlar, bugungi video mana shundan iborat edi. Sizlar prosta kirasizlar, mana bitta ko'rsatdik. Davom etishni bosasizlar. Mana o'qidik, hammasini ko'rdik. Misol Italiya nomeri kerak bo'lsa, mana hamma ko'rib yoki bekor qilish yoki mana sotib olishni bosasizlar, nomerni sizga tashab beradi. Hozir men pulim yo'qligi uchun ko'rsata olmayapman. Sizga shuni tashab beradi, olasizlar u tomonga. Agar problema bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda qo'llab-quvvatlash turibdi. Bemalol yozsangiz bo'ladi yoki mana shu tepasida ham admin lichka turibdi. Agar spam bo'lsangiz, bahonlar o'tmaydi. Spam bo'lsangiz mana bu yerda yo'q, qani spam bo'lsangiz. Mana spamlar uchun ham alohida support bot turibdi. Shunda yozasizlar. Botga murojaat qilish spam taalluqli bo'lmaydi, faqat lichkaga ta'sir qiladi xolos spam. Deb so'mashdan spamlar uchun shuni ko'rgan, mana uni nima deydi? Ko'rga hasta deydi-yu, mana shunday.
Assalom, hamma narsa tayyor. Shuning uchun bu video shu yerda tugadi. Pastda obuna bo'lish knopkasi turibdi. Obuna bo'lib qo'yinglar va Telegram uchun yana sizlarga qanaqa xizmat kerak? Hammasini yozib, pastda yozib qoldiringlar. Men обязательно o'qiyman va o'sha xizmatni srazu videoga olib joylaymiz. Hammaga rahmat.